Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana Xudo xolisa Xorazmning darvozasi tashqariga ochiladi. Bu ham mana bundoq tursam o'ng bo'ladi mana. Gruntovka sepib bo'ldik. Xudo xolisa kraskasini sepamiz, tashqariga o'ngga ochiladi. Mana bu ham gruntovka holati, mana bu ham gruntovka holati. Gruntovkadan chiroyli holatda sepib qo'ydik. Xudo xolisa bag'i inshaalloh mana bu kesaklari sanoma sepib olsa Nezjekalarni yopishtirib, keyin yuklaymiz xudo xolasa. Mana bu darvozamiz Chustda Qoraqo'rg'on darvozasi. Chust Qoraqo'rg'on darvozasi xudo xolasa. Svarkalari ham e'tibor berib qo'ysizlar. Mana qo'lga qo'ygani, qo'lga qo'ymaydimiz deyishmasin mana. Mana shu urf odatga kiradi ko'rasizlar. 1 yillik killaki, mana shu joydan sketchat qo'yilgan, 1 yillik killaki urf odatga kiradi. Mashinalar video qilish. Mana bitta yangilik qilsam darrabda tekstalar o'g'irlashadi mana. Chus Qoraqo'rg'on, adashmasam Qoraqo'rg'on deydi. Kecha cheslanchi bugun 25 kechagina o'lchaganman. Aka telefon qilganlar. Kecha ertalab bir o'lchab olganman. Xudo xolasa sifatli yaxshi darvoza ishlab chiqarishga davom etamiz. Aloqa chiqaversin.